Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Ketdi aka. Aka ketdi davomi. Yunusobod 19. 3-podyezdgami? Ha, qayerdan bilasiz aka? O'zim taxmin qildim. Podrazdelniku buning? Sevgan qizingizmi aka? Ha, sevishimiz anchadan beri. Ne tinchlik? Yo, o'zi. Haydi endi aka. Qo'lidan ushlaganmiz aka? Qanday ushlayman aka? Faqat qo'lidan ushlayman. Yo'q. G'alati savollar berar ekansiz. Aka, mashinangizni haydasiz bo'lmaydimi? Aka, oxirgi savolim. Hop. Kechasi telefonda gaplashib chiqasizlarmi? Qanday kechki payt ertalabgacha gaplashuvmiz, nima? Shu uchun tushunmayman ekanda. Tushunmadim. Nima, yo hech narsa. Nima deyapsiz aka? Sizga nima qizig'i bor-ku bu qizim bilan qachongacha gaplashaman, nima qilaman? Unaqa o'zicha menga uni adashini qilib tashlamang aka. Men Saidani qo'shnisiman. Pasta magazinda savdo qilaman. 1 oy oldin sifat shirinliklardan olib ketuvdi uyimizda o'tirish deb qarzga. Haligacha bergani yo'q. Bu yuribdimi aytsa bilan layli o'ynab, romantika o'ynab. Tushunmadim men. Sen hali sen to'ydan oldin qarz bo'yirsanmi? Men qarzi bor qizlar bilan hayotimda gaplashmayman. Noto'g'ri tushunasiz. Zatkini Sayi bo'ldi, men tushundim o'sha. Nima to'xta? Qatga? Og'zingni o'chir, davay, Sayi. Boshini chiqib qursin yo'lmasdan o'tirishini qara. Topgan yigitingni qara. Bir og'iz qarzini o'zim to'layman ham demadi. Ana kelyapti. Aka, Ha. Chilonzorgacha olib keting aka. Qarzini bermaysanmi qizingni? Bir so'm pulim yo'q aka, orqadan emas oldingizda o'tirib ketaman. Men uni oldida o'tirib ket, skorishda o'tirib ket. Pas.